Demak, biz davom etamiz. Endi Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidagi Nov mahallasidan muxbirimiz Azima Qiyosova maxsus reportaj tayyorlaganlar va uni siz va biz birgalikda tomosha qilamiz. Misal avval taqdim etilgan Andijondan 15 kilometr ortga qaytamiz va Namangan vodiy navbatdagi manzilgoh ham. Marhamat, agar Azima tayyor bo'lsalar, biz ham ular bilan bog'lanishga tayyormiz. Har holda hududlar qaysi manzilgohdan bizga axborot uzatishmasin, muxbirlarimiz u yerdagi kayfiyat notalari bir xil. Hammani ko'zida bugundan rozilik, bugungi islohotni albatta. Bu ayniqsa bugungi favqulodda bayram tusini olgan insonlar bugun uylaridan ko'chaga chiqib, eng go'zal kiyimlarda, eng go'zal kayfiyat bilan farzandlari bilan qarang, guzarlarni, o'sha go'zal bog'-rog'larni to'ldirishmoqda. Va yaqin bizga ham qo'shyapti. Bo'lmasam-chi tabiiy hol, chunki markazdan turib ularning kayfiyatini ko'rish, quyoshni charaqlagani singari yuzlaridagi nurafshonlikdan men nazarimda barchamiz faqatgina mamnun bo'lamiz. Agar Azimaxon tayyorlagan chiroyli lavhani biz tomosha qilishga tayyormiz. Undan keyingi daqiqalarda biz ham sizga yana boshqa hududlardagi chiroyli yangiliklarni havola qilishga davom etamiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum hamkasblar, assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Bayram muborak bo'lsin barchangizga. Haqiqatan ham tinch, osuda, jannatmonand yurtimizga bayramlar yarashadi. Yaqindagina Navro'zni tantana qilgan edik. Kunigacha Ramazon hayitini nishonladik. Bugun ham mamlakatimizda katta bayram. Bu nafaqat bizning bayramimiz, balki Markaziy Osiyo xalqlari taqdiriga daxldor bo'lgan juda katta tantana deyishimiz mumkin. Bag'ri kenglik, do'stlik, tinchlikni tarannum etuvchi mana shunday katta tantanalar mamlakatimizning olis hududlari, chekka-chekka qishloqlari, chegara oldi hududlarda ham o'tkazilyapti. Bugun ana shu tantana qilishga arziydigan sabab bor. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iz respublikalarining yetakchilari bugun Xo'jandda uchrashib, mintaqa hayotiga daxldor bo'lgan, uning kelajagiga, farovonligiga daxldor bo'lgan muhim kelishuvlarga erishishadi. Va bugun mamlakatning barcha hududlarida, olis hududlarda mana shunday katta tantanalar davom etyapti. Biz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Nov mahallasiga kelganmiz. Yangiqo'rg'on tumani Qirg'iz respublikasining ikkita hududi bilan chegaradosh. Nov mahallasidagi yashovchi 90% aholi Qirg'iz millatiga mansub aholi sanaladi. Xuddi shunday katta tantanalar bugun Namangan viloyatining 133 ta mahallasida keng nishonlanyapti. Ko'rib turganingizdek, haqiqiy xalq sayliga aylanib ketdi madaniy ma'rifiy tadbir. Bir tarafda madaniy ma'rifiy tadbir tashkil etilgan, bir tarafda milliy liboslarimiz, milliy an'analarimiz, qadriyatlarimiz asrlar silsilasidan omon qolib kelayotgan milliy an'analarimiz, milliy liboslarda o'zbek, qirg'iz qizlarining chiqishlari, milliy taomlar, o'zbek qirg'iz taomlari, qo'shiqlarda ham o'zbek qirg'iz do'stligi tarannum etilyapti. Asrlar davomida yashab, mana shu yerda o'zbek qirg'iz do'stligiga guvoh bo'lib, yaxshi qo'shnichilik, qudandachilik, qon qarindoshlik rishtalarini ulagan bir guruh yurtdoshlarimiz yonimda turibdilar. Ularni suhbatga tortmoqchiman. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Kayfiyatlar qanday? Bo'lsin. Ma'noyimiz abdan yaxshi. Men bu yerga kelin bo'lib tushganimga Qirg'izistondan Jergetal ayından kelib tushganman. 26 yil bo'ldi. 26 yil bo'lgan bo'lsa, men bu yerda abdan yaxshi kunlarni ko'rdim. Bu yerda beyish deb aytsam bo'ladi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevdan jo'nalgisi menen chegaralarimiz yaxshi yo'lga qo'yildi. Al yerga borib keluvlar, mashinalarimiz men avtomobillarimiz men borib keluvlarda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Baldarimiz Qirg'izistonga borib bilim olib kelyapti. Men o'zim shu yerda Qirg'iz maktabida muallim bo'lib 21 yildan beri ishlayman. Abdan siymoqdanaman. Men ushul yerda tug'ilib o'sgan yerimga men mehmon bo'lganman. Hozir men bu yerda o'zim mekanim deb siymoqdanaman. Ushul mamlakatda O'zbekistonday so'ning xos yerda tug'ilib o'sganman, tug'ilib ushul yerda yashayotganman, abdan siymoqdanaman. Abdan ushul yerda tug'ilib o'sgandan abdan quvonishdaman, sababi bu yerda yashab, bu yerda ishda, bu yerda yash ilm baldarga ilm berib, abdan siymoqtu kesib deb hisoblayman. Men ushul ayildan 56 maktabinde ta'lim olib, maktab bitirgandan so'ng Andijon mamlakatlik universitetida o'qiganman. Student kezimda O'zbekiston Respublikasining prezidentining siylig'ini olganman. Bu siyliq ilm-fanga qo'shgan ulkan hissasi uchun deb atalgan to'sh belgi bilan siylanganman. Tinch yurtga bayramlar yarashadi. Ayniqsa mana ikkita millat orasidagi do'stlik, hamjihatlik juda ham chiroyli. Mana tadbirlarimiz juda chiroyli o'tyapti. Men chekka qishloq tibbiyot sohasi bo'yicha ishlayman. Prezidentimiz meni mehnatlarimni qadrlab, ulug'lab, mana chekka qishloqda ishlayapti demasdan, mana meni mehnatlarimni qadrlab, do'stlik ordeni bilan qutlaganlar. Bundan juda ham minnatdorman. Mana ikkita millat
billa ishlaymiz, yelkadosh bo'lib, qirg'iz o'zbek millati shularga xizmat qilayotganimdan juda ham xursandman. Mana bugun shunaqa tadbirda qatnashayotganimdan ham xursandman. Mana xalqimiz tinch, farovon, ikkita xalq bir-biri bilan do'st, hamjihatlikda, qudandachilikda chiroyli bo'lib birdamlikda yashayapmiz. Bundan juda ham xursandman. Prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. Yana ham shunaqa bayramlar, shunaqa tinch totuvchilik hamisha bardavom bo'lsin. Bugun davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Markaziy Osiyo ruhi degan tushuncha paydo bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan Markaziy Osiyoda o'zaro ishonch, tinchlik, do'stlik tarannum etilyapti. O'zbek, tojik, qirg'iz xalqlari bugun qon qarindosh bo'lib, quda-andachilikni mustahkamlab, yaxshi qo'shnichilik an'analarini davom ettirishyapti. Mana shunday birdamlik, hamjihatlik, do'stlik tarannum etilayotgan tadbirlar esa mana shu bizning hamkorlik aloqalarimizni yanada mustahkamlashi aniq. Xuddi shunday katta ko'tarinki ruh bilan nishonlanayotgan tadbirlar Namanganning 133 ta mahallasida keng nishonlanyapti. Biz hozir Yangiqo'rg'on tumani Nov mahallasidamiz. Keyingi lokatsiyamiz Kosonsoy tumani Qorasuv mahallasida bo'ladi. U yerda ham 90% dan ziyod aholi tojik millatiga mansub aholi istiqomat qiladigan ushbu mahalladagi tantanalar, bayram shukuhidan sizga ulashamiz. Sizda hozircha shu. Rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Chiroyli reportaj, ajoyib kayfiyat.